bilan qurilgan havlimni darvozasini shamol ochib yopsa, jasadimdan jonim xayrlashgan kun, ajal chirog'ini begona yoqsa, jasadimdan jonim xayrlashgan kun, ajal chirog'ini begona yoqsa. Qisqasi, ketgin demoqchisiz. Olamni yaratgan ey Parvardigor, qilmag'a bildingmi sen Allohga zor. Olamni yaratgan ey Parvardigor, o'zimni yaratgan Parvardigor, qilma bandangni tirnoq qazon. Javobimni bering. Mehnatim bilan qurilgan havlimni darvozasin shamollab ochib yopsa, mehnatim bilan qurilgan havlimni darvozasin shamollab ochib yopsa, jasadimdan jonim xayrlashgan kuni, ajal chirog'imni begona yoqsa, jasadimdan jonim xayrlashgan kuni, ajal chirog'imni begona yoqsa. Dalada ko'kargan mevali daraxt, soyasi bo'lsa ham donosi bo'lmas. Bu dunyoda befarzand yashagan insonni ming yil yashaganda ham ma'nosi bo'lmas. Bu dunyoda befarzand yashagan insonni ming yil yashaganda ham ma'nosi bo'lmas. Nima degani bu? Qizingizga tug'ish mumkin emas. Olamni yaratgan ey Parvardigor, qilma bandangni sen Allohga zor. O'zimni yaratding ey Parvardigor, qilma bandangni sen tirnoq qazon. Agar bola olib tashlansa, qizingiz omon qolishi mumkin. Bor ekan-ku yo'li. Olamni yaratding ey Parvardigor, qilma bandangni
odam sabr qanoatli bo'lishi kerak deyishadi.